jangga borayotgan paytda onasi Oychechak jang 3-kuni tushdan keyin to'la Chingizxon tomonga og'ib ketgandan keyin 12 qiroldan 2-3 tasini biring yetib bormasang, biring yetib borasan, o'g'limni bir necha daqiqaga chaqiringlar, Temur Malikka topshirib tursin jang. Xabargir yetib boradi-da, oyingiz siz bilan deydi, sultonimiz deydi. Bir necha daqiqa uchrashib yana jangga ketasiz ekan. Sizni zudlik bilan kesin dedi. Qon ma'murlardan oqib, oti hamma qonga belangan holda keldi. Bolam dedi, uzoq ushlayman seni. Bitta o'g'il tug'dim deb yurgan edim. 3 kunlik jangni ko'rib, sher tuqqanimni bildim. Sher emas, sherlarning sheri tuqqanimni bildim. Yo'q, arslonlarning arslonini tuqqanimni bugun bildim. Ular bemisil kuchi bilangina seni mag'lub qilyapti. Bu yerda endi sening qahramonliging va boshqa qahramonliklar ham ish bermaydi. Sen meni otangning yoniga Chingizxonga jimjilog'imdan ushlatmay, or nomusli bo'lib borishim uchun uning yonida boshimni egib bormay, yorug' yuz bilan borsin desang, baribir sen meni daryoga tashlata olmaysan. Daryoga tashla, kelinimni ham shunday qilaman. Qizingni ham shunday qilaman. O'g'ling ham hammasini o'rab, kiyizga, mana shu yotgan kiyizga o'rab tashlatasan. Bolam, tashlatasan dedim, tashlata olmaysan sen. Lekin chora yo'q. Menga sultonlikni bir daqiqa berib turasan, men senga sultonlikdan olib buyruq bersan bo'lasan. Undan keyin yana o'zimga sulton. Shunda bergan sutimga roziman men. 1000 marta deydi, oq sutimga rozi bo'laman. Orqangga qarab turasan men buyruq berganda. Demak, Jaloliddinning o'g'li 7 yosh, 3 yosh qizi, Oychechak onasi, kelin ana shunday qilib